Siyasi davadan insani davaga yol. Abdori Abduvali Ayub. Мәселemiz BDT müzakir qiladigan Amerika qatarlıq demokratik dövlətlər köngül bölüvatqan. Atalmış musulman dövlətlər Xitayçı sükutni buzmaydigan, Uyg'urni Xitayning ishtihasiga tashlab berishda ummatning birligini saqlaydigan, kishilik huquqni payxon qilishda Xitoy bilan dindoshlarcha harakat qilayotgan ahvoldimi dunyodagi muhim masalaga aylandi. Mencha bundan keyingi qadam masalamizni siyosiy masaladan insoniy masalaga, insoniyatning o'rtaq masalasiga aylantirish bo'lishi kerak. Xuddi muhit masalasi, namratlik masalasi, ekologiyalik tangpungliqni qo'g'dash masalasiga o'xshash, Uyg'ur masalasimi xalqaroliq harakat bilan hal bo'ladigan, hal bo'lmasa har bir insonning bexatarligi, erkinligi va barliq demokratik haq huquqlari dafsanda bo'ladigan masalaga aylanishi kerak. Shundaq bo'lgandila da'voimizni siyosatchilarning ustilidan avomning qalbiga ko'chira olamiz. Shundala hokimiyat almasimi qo'llash bo'shashmaydigan holat yarata olamiz. Hozir masalamiz xalqaro jamoat o'rtaq ko'ngil bo'ladigan masalaga aylandimi? Mencha yo'q. Masalamiz faqat bir vaqtlik masala. Xitoydagi diniy erkinlik masalasi, asonliq millatlarning madaniyat qirg'inchiligiga uchrash masalasi bo'lib qelyotidi. Bunda qaralsa, masalamiz bir siyosiy masala bo'lib, dunyodagi jamoat va odatdagi insonning hayoti, istiqboli bilan aloqasi yo'qdek bo'lib ko'rinadi. Kishilarimiz dunyo jamoatining ko'ngil bo'lishi haqida paranglashib, doim dunyo jamoatining xatarda qolgan bir mushukni qutqizish uchun atlanib, nemishqa Uyg'ur uchun tavrab qo'ymaganidan og'rinadi. Masala undaq oddiy emas. Kishilarning xatarda qolgan biror hayvonga Uyg'urdan bakrak ko'ngil bo'lganligi Uyg'urni ishdan to'van ko'rganligi emas. Balkim birining dunyodagi jonliqlarni qo'g'dash masalasi, yana birining bir davlatning siyosiy masalasi bo'lganlikdan bo'lgan. Mushuk yo'qab ketsa, jahon chashqon bosadi. Buni hammaylar biologiyada o'rgangan. Ammo Uyg'ur yo'qab ketsa, hayotlik zanjirining narining uzildiganligi, har bir insonning hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadiganligi hech kimga oydin emas. Yana biri hayvonot o'zini qo'g'dash iqtidoriga ega emas. Shunga u har bir insonning hissdoshligini oson qo'lga keltirdi. Ammo Uyg'urdak necha 10 million insonning o'zini qo'g'dash iqtidoriga ega bo'lishi kerakligini tasavvur qilish odatdagi kishiga tas emas. Masalamizni dunyo jamoatining masalasiga har bir inson ko'ngil biladigan masalaga aylantiramiz desak, mencha biz masalamizni dunyoviy masala sifatida o'tirg'i qo'yishimiz va shu bo'yicha harakat qilishimiz kerak. Masalan, madaniyatning rangdorligi va assimilyatsiya, nazorat texnikasining insonning erkinligiga daxl qilishi, uchur aloqa texnikasining kishilarni mahbusga aylantirishi, internet texnikasining sipirliq turma barpo qilishi qatorliqlar. Yuqoridagi masalalarning hammasi bir davlatning xato siyosat yurgizish masalasi emas, balki insonlarning hammasi ko'ngil bo'ladigan masala. Agar ko'ngil bo'lmasa, har bir insonning huquq, manfaati ziyonga uchraydigan masala. Men sentabrda Bergen universitetida 3 qatim nutq so'zlaganda yuqorida deyilgan bo'yicha so'zlab sinab baqdim.
qonun fakulteti o'quvchilariga nazorat texnikasi va xususiy hayot degan temada so'zildim. Cəmiyyətshunoslik fakulteti o'quvchilariga erkinlikning yangi dushmani sirliq turma, boshqarish fakultetida o'zgacha madaniyatlik va osonlik bo'lishning badali, kishilik huquq va tijorat degan temalarda so'zildim. Uchalisida Uyg'ur masalasini dunyoviy masalaning Uyg'urda aks etishi, hal qilmasa insoniyatning huquq manfaati ziyonga uchraydigan bir masala shaklida yoritdim. Hosil qilgan tajribam shuki, har bir odamning nervisiga taqashgan so'z diqqat tortadi ekan. O'ziga ziyon tegmaydigan masalani ming qitim desakmi, ta'siri kuchli bo'lmaydi ekan. Masalan, 19-sentabrdagi leksiyamni qo'limdagi telefondan boshladim. Va shu bir telefon bilan Xitoyning necha yuz minglagan Uyg'urni xususiy hayotdan mahrum qilayotganligini, ularning telefoniga jasuslik appni qachilab, kech-kunduz nazorat qilib turayotganligini, Uyg'urning hozir birli uchur kelsa, soqchi tutqili bormismi, lagerga yotqan ko'rp ko'tarib bordiganligini aytdim. Andin o'quvchilarga, agar bu boshqa allarga yamrischu, sizga shundoq bo'lsichu degan nuqtalarni tushunishlik qilib so'zildim. Tijorat va kishilik huquq haqida so'zlagan leksiyamni Fransiyada lavsiriq uchun ishiltadigan sho'xlini, lagerlar va turmalarda haqsiz qul qilinayotgan Uyg'urlarning teriydiganligini, shunga tijorat qilgan va mol setib olganda bizning qulluqni yo'lash yoki yo'qotishning birini tanlash erkinligimizning borligini tushuntirish va eskartish bilan boshladim. Masalamizni siyosiy, diniy masaladan insoniy masalaga, bir millatning masalasidan dunyodagi barliq kishilarning masalasiga aylantirish uchun turli usullar bilan avomga yiqilishish, avomga tushuntirish kerak. Hozir masalamizni yuqori qatlam bildi. Masalamiz siyosiy yo'llarga tushunishlik bo'ldi. Ammo bu shu siyosiy qatlamda turib qolsa, siyosatchilar almashgan hamon unutilib ketadi. Masalamizni insoniy da'voga aylantirish uchun insoniyatga o'rtaq bo'lgan muzika, usul, rasm qatorliq go'zallikni targ'ib qilguvchi omillardan boshlash texmi ta'sirlik bo'ladi ekan. Hozir dunyodagi, bo'libmi g'arbda yashaydigan avom diniy to'qinish, milliy ziddiyat qatorliq siyosatga oid masalalardan zerikdi. Biz avval Uyg'urning go'zalligini namoyish qiladigan qimmatli miroslarni taqdim qilgandan keyin mushu go'zallikning xarob bo'layotganligini desak, har bir insonning qalbiga xitob qilgan bo'lamiz. Masalani avomga anglatish uchun o'zimizning turishliq aldagi xalqaroliq ommaviy tashkilotlarni izlasak bo'ldi ekan. Bularning hammasi muqim kirimi, a'zosi va ta'siri bo'lgan o'rinlardir. Masalan, madaniyatlar dialogi tashabbuschilari, tinchlik tashabbuschilari, dillar dialogi tashabbuschilari, xalqaroliq tahdid qilgan tillarni, balalarni, qiz ayollarni qo'g'dash qatorliqlar. Men Rafto kishilik huquq mukofoti organi bilan ko'rishib, ba'zi ishlarni maslahatlashib baxtim. Amaliyotda ularmo bizning izlanishimizni kutdi ekan. Masalani ommaviylashtirish uchun yana biri oliy maktab, kutubxona, cherkov, masjid, butxona qatorliq organlarda leksiya va yig'in uyushtirishga bo'ladi ekan. Men bugun Bergen shaharlik kutubxonada tilning ta'mi degan bir faoliyatda Uyg'ur
tilini tonuşturup önümünü kördüm. Kütüpxanalarning mushuningga o'xshash faoliyatlarni bizga qilib berish imkoniyati bor ekan. Men navbat bilan Uyg'urcha, Arabcha, Yaponcha qatorliq 10 tilni tetitmoqchi bo'lgan 100 dan ortiq o'quvchiga Xitoyda cheklangan, tashabbus qilgan va dars o'tgan odam qamoqqa kirdigan bir tilni tushundirib, qizg'in olqishga erishdim. Bergendagi xonim-qizlarning tashabbusi bilan Bergen shaharlik kutubxonada 30 noyabr Uyg'ur madaniyat kuniga tayyorlik qilyapmiz. Bunimi kutubxona qo'llab-quvvatladi. Men kutubxonalarning mundaq bir ishni qo'llaydiganligini burun bilmaydi ekanman. Bundan başqa, farzandlarimiz o'qiydigan maktablarda Uyg'ur madaniyat kuni qilib bersak, balamiz o'zidan faxrlanadigan, Uyg'urligidan g'ururlanadigan bo'ladi ekan. Dardimizmi so'zlandi ekan, maktablarmi bizdan mamnun bo'ladi ekan. Masalamiz aslida bir millatning masalasi emas. Balki barliq insonlardagi hurlikni tashabbus qiladigan dunyo yoki qulluqni barpo qiladigan dunyoning birini tanlash masalasi. Masalamiz Turk aksidan panolanguchi ojiz Uyg'ur ufqining yoki masjidda chiqilgan mazlum Uyg'ur musulmonning namoz o'qish masalasi emas. Balki insonlarning e'tiqod va e'tiqodsizlikni tanlash huquqining tartib elinish masalasi. Masalamiz o'zi xohlaganga ishonish huquqi, o'zi xohlagan tilda so'zlash erkinligi, o'zi so'ygan naqshini aytish huquqi dafsanda qilingan necha 10 milliondan ortiq insonning hayot mamatligiga sukut qilayotgan dunyoga Xitoy ijod qilgan sifirliq turmining yeyilish masalasi. Masalamiz insoniyatning texnikaga taynib ozodlikqa erishish yoki texnikaga asir bo'lish yo'lining birini tanlash masalasi. Masalamizni millat, din va boshqa ideologiyalardan hal qilgan dunyoviy insoniy masala sifatida tushunish va tushuntirish, da'voyimizni sinoqqa chidamliq da'vo, haqqoniyatga uyg'un da'vo, utuqqa yaqin da'vo qilishi mumkin. Da'voyimizni insoniy da'vo qilamiz desak, tilimizni oshqun millatchilik, radikal dinchilik va ashaddiy zo'ravonlikni targ'ib qiladigan nafratlik so'zlardan tortib, adolat, muhabbat va apo'chanlikni targ'ib qiladigan so'zlarga ko'ndirishimiz afzal. O'zimiz so'ymagan insoniyatdan, o'zimiz haqqoniy bo'lolmagan millatlardan va dunyodan bizni so'yishni, bizga haqqoniy bo'lishni talab qilolmaymiz. O'zimiz insonlarni dinsiz, dindor deb e'tiqodi bo'yicha ayirgan qalb dunyoyimizga bizni inson sifatida ko'rib yordam qilayotgan dindormi, dinsizmi bo'lmagan kishilarni sig'dira olmaymiz. O'zimiz ayrimchilik qilib turib, Xitoyning ayrimchiligidan shikoyat qila olmaymiz. Tajovuzchilikqa barakallah aytib turib, Xitoy bizga tajovuz qildi deb arz qilolmaymiz. Tugidi. 2019 yil 1 noyabr Bergen.